Bu masalan hamma bola chalada bo'lavermaydi, где-то 10-15% tashkil qiladi o'sha batalov protokoni ochiqligi. U 1-1,5 yoshda aylanib yopilib ketishi kerak edi. Mana endi to'satdan hozir necha yosh hisobi? 45 yoshingizda aniqlandi. Agarda o'sha 1-1,5 yoshdan keyin ham 3 yoshgacha masalan uni kuzatuvga olib nazorat qilinadi, yopilmasa bularni shu bolalikda operatsiya qilish kerak edi. Mana endi hozir 45 yil sizga xalaqit qilgani yo'q, endi operatsiya qilmoqchi bo'lganingizda chiqib ketdi. Shuni aytayaptilar, endi bo'lsam bu xo'jayin aytadilar, qildir, uyi qo'rqoq. Tabiiy tug'ruqlar bo'lganmi? Tabiiy tug'ruqlar bo'lganmi? Qarang, o'shanda ham bezovta qilmaganda. Xo'p, endi qarang, конечно, qo'rqasiz, yuring, bu motor-ku. Normal yurib, men aytsam, yuraverasan bo'pti-da, o'sha kardiolog bo'lishi bo'lmasa. Operatsiyada problema bo'lishi mumkin. Bitta joyda tushdim-da. Nu, o'zi salga xalaqit bermaydi, o'rtada, yuragini o'rtasida devorda tushib, o'rtadan tekshirib qo'ydi. Xo'p, qarang. Nu, uni baribir qildirishing kerak. Qildirish. Keyin operatsiyaga ko'rsatdilar. Bo'ldi, to'ppa-to'g'ri.